Kredit dükanında barcha muzlatgichlar uchun 25% chegirma bo'lib turibdi. Bu chegirmamiz nechik bo'ladi? Batafsil tushuntirib beramiz. Misol uchun ko'rib turgan, mendan ham bo'yi baland bo'lgan xolodilnik, ya'ni ferri xolodilniki LG kompressorda ishlaydi, pastokda ishlaydi, ham to'g'risi ekonom qilib beradigan varianti bo'ladi. Bu xolodilnikimiz 6 million so'mdan sotilib turgan bo'lsa, hozirgi chegirma narxida atiga 4,5 million so'mdan xarid qilishlaringiz mumkin. Görüp turganlaringizdan katta razmerdagi Zifler xolodilnikimiz. Inverter motor bo'ladi, pastokda ishlaydi, ham to'g'risi ekonom etib beradigan turidan bo'ladi. Bu xolodilnikimiz 7 million so'm, 7 million 200 ming so'm sotilib turibdi. Hozirgi vaqtda 25% chegirmada 5 million 400 ming so'mga xarid qilishlaringiz mumkin. Uchinchi xolodilnikimiz Immer xolodilniki bo'ladi. 9,5 million so'm, 9 million 300 ming so'mdan sotilib turgan xolodilnikni hozir 25% chegirmada 7 million so'mga xarid qilishlaringiz mumkin.